Bugün 6 may mashhur olim Sigmund Freud tug'ilgan kuni. Uni hamma psixoanalitik deb ta'riflaydi. Sigmund Freud 1856-yil Avstriyaga qarashli o'sha Freiburg shahrida tug'ilgan 6 mayda. Bugun uni tug'ilgan kuni. Endi u dastlab nevrolog bo'lib ishlagan. Mana ko'pchilik bilmaydi, nevrolog bo'lgan. Hattoki bosh miya nevrologiyasi bilan emas, orqa miya nevrologiyasi bilan shug'ullangan. Shu qadar mukkasidan berilib nevrologiyani, spinal nevrologiya bilan shug'ullanadiki, hattoki u psixoanaliz ta'limotini yaratib mashhur bo'lib ketganida, undan jurnalistlar intervyu olganda hayotingizni eng zavqli davrlari qaysi davr deb hisoblagan bo'lar edingiz desa, Sigmund Freud hech ikkilanmasdan spinal nevrologiya, ya'ni orqa miya nevrologiyasi bilan shug'ullangan davrim. U ilm bilan shug'ullangisi keladi, faqat o'zini ilmga bag'ishlagisi keladi. Uni Marta ismli xotini bo'ladi. O'sha paytlar endi ko'z oldingizga keltiring. Og'ir davrlar, iqtisodiy og'ir davrlar, oilani boqish uchun ketma-ket qiz tug'ilgan, 6 ta qizi bo'lgan, oilani boqish kerak. Har kun urush janjal bo'lavergandan keyin men nevropatologman, nevrologik kasallarni davolayman deb ilmni tashlab o'zini amaliyotga uradi. E'tibor qiling. Sigmund Freud bemorlarni davolash bilan shug'ullanib boshlaydi. Hozir ham xohlagan nevropatologdan so'rang, xoh u magistr bo'lsin, xoh u professor nevrolog bo'lsin, eng ko'p sizga murojaat qilayotgan bemorlar kimlar desangiz, nevroz bilan kasallangan bemorlar deyishadi. Nevrotik bemorlar Freudga juda ko'p kelgan. U biladiki, bunday bemorlarni suhbat bilan davolashga harakat qiladi. Tarixchilar shunaqa bir qiziqarli voqeani yozib qoldiradi. Ertadan kechgacha nevrotik bemorlar bilan shug'ullanib, ularning ko'pchiligi ayollar uyga charchab kelganida xotini keldi-kelmadi janjal chiqqan holatlarni ko'p yozishgan. Talablar ko'p, kam mablag' bilan kelyapsan. Shunda u xotiniga aytadi: "Sen iltimos, kuni bilan senga o'xshagan bemorlarni ko'rib charchadim. Meni tinch qo'ygin. Ertadan kechgacha gapirasan, ertasi kuni kelib ko'zingga loq qarab o'tiraveradi. Nevrotik bemorlar jonimga tegdi. Qo'y, endi sen meni qiynama" deganda kechqurun bo'lib turgan suhbat. Sen gapirma. Ayol kishi o'zi gapirib, o'zi tuzalaveradi deydi. Sen esing joyidami? Psixolog gapirmasa qanaqa u tuzaladi? Psixolog unga maslahat bermasa qanaqa tuzaladi? Qayerda ko'rgansan o'zi gapirib, o'zi tuzaladigan odamni deb. Endi bu gap bo'lib o'tganmi, tarixda yo'qmi, shunaqa bir holatlarni o'qidimda, Freud yaratgan psixoanaliz ta'limotining negizida pasiyentni, ya'ni klientni gapirtirish yotadi. Qancha ko'p o'z dardini ochib sochsa, indamay o'tirib psixoanalitik uni eshitsa, shuncha ko'p katarsis ro'y beradi. Katarsis degani ruhiy poklanish. Psixologlardan farqli o'laroq psixoanalitiklarning metodikasida bemorni gapirtirish va tinglash yotadi. To'g'ri, o'zi kerak muammolarni aytadi. Va Sigmund Freud nega ongsizlik haqidagi ta'limotni yaratdi? Nega insonlarning shuurini ichiga kirib bordi degan savol tug'iladi. Sigmund Freud amaliyotdan kelib chiqib juda chiroyli nazariyani ilgari suradi. Inson qanchalik nimadandir qattiq aziyat cheksa, uyatli voqealar, qotilliklar bilan bog'liq voqealar, iqtisodiy jinoyatni, har xil inson uchun xos bo'lmagan. Birovlar eshitsa bu uyat-ku, bu qanaqa odam o'zi deydigan barcha sirlarini ong ostiga yashirib yuradi deydi. Shu jumladan bolalik davrida olgan ruhiy jarohatlarni deydi va ruhiyat modelini yaratadi. Id, ego, superego. Ovqat izlash instinkti, himoya instinkti,
ko'payish instinkti, ya'ni buni seksual instinkt deydi. Bularni u it deb ataydi. Inson ongli bo'lgan bilan uni it boshqaradi. Ichki quvvat. Inson o'z instinktlarini qondirish uchun ko'chaga chiqadi. O'z instinktlarini qondirish uchun yangilik yaratadi. O'z instinktlarini qondirish uchun u kimlar bilandir muloqot qiladi degan. Albatta bu nazariya keyinchalik juda qattiq tanqidga uchradi. Shunday bo'lsa-da, bu mana shunaqa negiz zamin yaratib ketdi. Ikkinchi, uni bir o'sha ruhiyat modelida ilgari surgan tushuncha ego tushunchasi, men tushunchasi. Uchinchisi supermen, super ego. O'zbek tilida juda chiroyli eshitiladi, supermen. Unga 3 ta narsani kiritadi: din talablari, axloq prinsiplari va jamiyat qonunlari. Yuqorida jamiyat qonunlariga amal qilish kerak, din talablariga amal qilish kerak, axloq prinsiplariga amal qilish kerak. Bu yoqda ya'ni instinktlarni, tajovuzkorligini boshqarish kerak. Buni orqasidan egoda, ya'ni menda nevroz kelib chiqadi deb ta'limotni ilgari surgan. Albatta uni men har doim aytaman, psixoanaliz ta'limotini Freyd qip-yalang'och qilib yaratdi. Uning shogirdi Alfred Adler unga tursi kiygizdi. Carl Gustav Jung mayka kiygizdi. Freyddan keyin Karin Horney, Henry Fromm degan neofreydistlar ko'ylak, shim kiygizib chiroyli shaklga keltirishdi. Hozirda Sigmund Freyd ta'limotini qattiq tanqid qilguvchilar, ayniqsa islom dunyosida bor, o'zimizning O'zbekistonda ham bor. Bilasizlarmi, har qanday ta'limot avvaliga bir xunuk bo'lib yaratiladi. O'sha fizika, ximiyada ham. Keyinchalik u go'zallashib boradi. Men Sigmund Freydni asarlarini, haligi Psixologiya bessознательного degan kitobni o'qib, o'sha 95-yil unga mahliyo bo'lib qolganman. 97-yil tibbiy psixologiyani asab kasallar tarkibiga berishgan edi. Meni tibbiy psixologiya kursini mudiri qilib qo'yishgan edi. Men hech ikkilanmay Freyd nazariyasini ma'ruzalar to'plamiga kiritdim. Sigmund Freydni bir ikkita kitobini tarjima qilmoqchi bo'ldim. Endi vaqtimdan qizg'anib, qisqa qilib tarjima qilib qo'ya qoldim. Asab va ruhiyat kitobimda ham bor, tibbiyot psixologiyasi kitobimda ham bor. Eng qizig'i qaranglar, 1997-yili psixoanaliz nazariyasini 2-Toshkent davlat tibbiyot institutida o'qib boshladim. Hattoki dekanatdan, rektoratdan kelib tekshirib turishdi. Nega desam, Freydni panseksualist deb tushunishgan. Bu yoshlarni buzadi degan, buni qilmang degan nimalar ham bo'ldi. Men chiroyli qilib psixoanaliz ta'limotini o'qib boshladim. Hattoki Nizomiydan, Ped institutdan, boshqa institutlardan domlalar, psixologiya fani o'qituvchilar kelib ma'ruzamda o'tirardi. Keyin shunday holatlar bo'lgan. Mana bu potokka Freyd nazariyasini o'qisam, endi keyingi potokka o'qishim kerak. Bu ma'ruzaga kirmay yana talabalar bunga kirardi. Zal to'lib ketardi. Psixoanaliz mana shu o'qiganimizda. Shuning uchun men nima deyman? Mana buyuk olim Sigmund Freyd psixoanalitik, nevrolog, psixiatr, hatto uning yaratgan asarlari bo'yicha, adabiyot bo'yicha Nobel mukofotini bermoqchi bo'lishgan. Insonni oyning u tomoni, ya'ni insonni shuurini o'rganadigan yaxlit zo'r bir nazariyani yaratgan olimni ishini O'zbekistondan o'rganishimiz kerak. Har bir psixolog tibbiyotchi bo'lish shart emas. Har bir psixiatr, kelasi nevrologlar Freydni nazariyasini o'rgansa, ayniqsa psixoterapevtlarimiz, endi u hech kim qila olmagan ishni qila oladi. Keyin mana kognitiv behavioral terapiya, ratsional emotiv terapiya, interpersonal terapiya degan har xil psixoanaliz, gumanitar psixologiya mana paydo bo'lib ketdi. Unda qarasangiz negizi, ildizi Freyd, Sigmund Freydni nazariyasi yotibdi. Afsuski hozir mana qisqartirishlar sababli men mana bir necha yildan buyon Sigmund Freyd nazariyasini o'qimayapman institutda. Mana ruhiy salomatlik ilmiy tibbiy markazi ochildi, biz o'qishimiz kerak.
xalqqa o'rgatishimiz kerak. Har qanday yuksak ta'limotlarni o'qitganimiz kabi Sigmund Freud nazariyasini ham biz o'qitishimiz kerak talabalarga. Sigmund Freud nazariyasini oddiy odamlar uchun qanday afzalliklari bor desangiz, u nevrozga uchragan bemorlarni kuchli davolash metodikasini ishlab chiqaman deb endi o'zi bilib bilmay mana shu psixoanaliz ta'limotini yaratdi. Sigmund Freudning psixoanaliz ta'limoti boshqa psixologik ta'limotlardan farqli o'laroq birovlarga aytib bo'lmaydigan, ichida saqlab yuradigan, ayanchlik, og'ir psixotravma deydi-yu, bolalik paytida, turmushga chiqqan davrida asosan ayollar bilan ishlagan, erkaklarni mana ayanchli voqealarni gapirtiruvchi, so'zlatuvchi, ichidagi dardini ochtirib tashlovchi, men oddiy qilib tushuntiryapman, ta'limot, psixoanaliz. Agarda psixolog boshi og'rib kelgan bemorni nega boshingiz og'riyapti, siqildingizmi deydigan bo'lsa, psixoanalitik boshi og'riyotgan bemorga savol beradi. Oilaviy sharoitingiz qanaqa? Bolaligingizda qanday yashagansiz? Qanday psixotravmalar olgansiz? Mana shu narsalar mohiyatini ochib beradigan ta'limot. Freudni psixodinamik terapiya metodini, psixoanaliz metodini nevroz ayniqsa va depressiyaga uchragan bemorlarga, fobiyaga uchragan bemorlarga tavsiya qilaman. Bu psixodinamik terapiyani qo'llash orqasidan qisqa muddatda bemorni nevrozdan, depressiyadan hech qanaqa dori-darmonsiz xalos qilish mumkin. Bundan tashqari uni doimo tushkun kayfiyatda yuradigan, disforiya holatida yuradigan, apatiya, distemiya degan kayfiyat buzilishi bilan keladigan holatlar bor. Bemorlarni mutlaqo boshqa insonga aylantirib qo'yish mumkin. U kulib, o'ynab, quvnoq bo'lib yuradi. Doimo kam so'z bo'lib qolgan hayotdagi zarbalar orqasidan bo'lib qolgan bemorlar so'zamol bo'lib, aktiv bo'lib, ishga katta qiziqishlar bilan borib, oila a'zolariga ham, bolalariga ham katta qiziqish bilan qaraydigan zo'r bir shaxsga aylanadi. Ya'ni motivasiyani tiklab beradi. Motivasiyani uyg'otib beradi Freudning nazariyasi. E'tiboringiz uchun rahmat.